Diyor opam, oxirgi paytlarda bo'g'inlarim og'rib, Mhm. har xil qirsirlash ovozlari eshityapti oyoqlarim bo'g'inlarida. Bu nimadan dalolat beradi? Bilasizmi, bo'g'inlar og'rishining bir necha sabablari bor. Mhm. Men mutaxassisman, sabab bilan ishlovchi mutaxassisman. Uni bir necha sabablari bor. Tanangizga suvni yetmasligi ham bo'g'inlaringizni og'ritishi mumkin. Chunki suyaklarimiz ham, mushaklarimiz ham asosiy tarkibi suvdan iborat. Oddiygina suvni yetishmasligi. Oxirgi marta qon analizlari topshirdingizmi? Revma probalar. Topshirgandim. Topshirdingiz a? Da, Mana topshirdim. asosiy sabab revma probadan keladi. Tanangizda infeksiyalar bo'lishi mumkin. Bular ham bo'g'inlarni og'rishiga sabab bo'ladi. Lekin aslida bugun mutaxassis sifatida qisqa bir sizga ma'lumotni yetkazmoqchiman. Bo'g'iningizni og'rishiga sabab o't qopi. Mhm. Mana o't qopingizda muammoni sezsangiz, bugun bo'lmasa ertaga sizga bo'g'in og'rishini olib kelib beradi. O'ng tomoningizda, biqiningizda har zamonda sirqillab og'rishlarni sezasizmi? Sezaman. Ovqat yedingiz, og'irlikni sezasizmi? Sezaman. Tez yurdingiz, o'ng tomoningizda og'irlikni sezasiz. Da. Ertalab turdingiz, og'zingizda ta'm o'zgaryaptimi? Bor. Mana bu o't qopingizdagi muammo. Nima uchun bo'g'ningiz og'rimadi? Bo'g'inda dezinfeksiya qilayotgan bitta organingiz yaxshi ishlamayapti. U o'zidan tashlayotgan o'sha safro bilan tanamizni butunlay dezinfeksiya qilib turadi. Bo'g'inlarni dezinfeksiya qiladi. Dezinfeksiya qilmaydimi? Unga infeksiya ham, yallig'lanish ham, hamma jarayon ketib qoladi. Yana bitta sabab bor. Ovqat hazm qilish sistemangiz yaxshi ishlashi kerak. Oshqozon ichidagi kislota, o't qopingiz yaxshi ishlashi, jigarda yog' bo'lmasligi bo'g'inlarni yaxshi ishlashi uchun garov. Shuning uchun birinchi sabab siz ovqat hazm qilish sistemangiz bilan ishlash kerak. Mana qarang, ozgina vazningiz bor, to'g'rimi? Jigarda gepatoz, o't qopingizni o'zingiz aytayapsiz. Ich qotishlar ham bo'lib turibdimi? Bo'lib turibdi. Mana bu siz bizda ham bo'g'inlar bilan kurashamiz. Antibiotiklar olishga harakat qilamiz. Asli sabab ovqat hazm qilish organlaringizda. Bu bitta organda emas, butun ovqat hazm qilish sistemangizda. Demak, ovqat hazm qilish sistemasi bitta organ emas, 10 ta organdan iborat. Ovqat yeyishingiz, tishlaringiz, oshqozon ichida kislotasining normal bo'lishi, o't qopini yaxshi ishlashi, jigarni yaxshi ishlashi, bu hammasi oshqozon ostini bezini yaxshi ishlashi, ichaklaringiz yaxshi ishlab turishi bu bo'g'inlaringizni garovi. Buni yaxshilash bilan birga siz bo'g'inlardagi muammodan qutulishingiz mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, birinchi o'rinda Telegram kanalimni kuzating, kerakli savollaringizga javob toping. Kerak bo'lsa, keyin konsultatsiyamga navbat olishingiz mumkin. Rahmat. Demak, bir-biriga bog'liq demoqchi. Judayam bog'liq. Sabab ovqat hazm qilish